Assalamu alaikum, urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн бул чыгарылышта сиздер менен Учкун мал базарындагы мына ушул торпоктуу уйлар менен таанышабыз, же болбосо балалуу уйлар менен баасы канча экендигин сурап билебиз. Ал эми ушул чыгарылышта сиздер менен бирге жетишип калсак, 1 жаштагы торпоктор менен дагы таанышып чыгабыз. Aka pulu qancha aka? 60 ming. Qanchanchi balasi? Ikinchi balasi 60 ming so'm ekan. 60 ming so'm deydi. Ikinchi balasi ekan. Pulu qancha aka puli? Pulu 65 to'ta. 65 ming so'm ekan torpoqda uydun. Emchegi yeyib turadi-ku. Oo. Yeyib qoldi. Qanchasi balasi aka? 3-chi balasi ekan. 3-chi balasi ekan. Süt olib ketdi. 53 ga chiqdi. 3-chi balasi ekan. Qancha 53 ga bering. Bering. Ya do'stim, bering. Bering. Ya ad bitti arasan da adam. Şöyle veriyor mu lan 53 bir şey? Bola mı? Koşa sor bere. Sen 60 dedin. Koşulup bitti ha. 60 dedin atkanına mı nerak bolu tutmuyor mu? Biliyorsun mu? Var değil mi lan? Der. Torpoqu. 53 bir şey. Erkek torpoqu ekan. 3-chi balasi 53 ming so'mga berilmay turadi. Kaçan da beka? 53 bir şey. Demete. Var değil mi lan dostum? Ya dostum, ver mi lan? Çok hoş koy bere. Kaça 200 so'm qo'sham, qancha qo'shaylik aytmaysiz? 5 so'm qacha. Hoş koy bere. 500 so'm qo'shsam berasiz. Var 53 şer. 500 so'm. Oy, Şöyle veriyor musun? Ne tarafı odası? 53 şer. Kaça verdin lan? Benim şerim ne? Var 53 şerim mi böyle? Var da. Verse verme sana. Bir sıram daha bir sıram. Hay. Pulu sacandım. Ha. Hay. Bosan sembol kal. Ey törmün. Hadi kaçtık. Var deng aka. Ay var deng elikten. Hey. Kızı da aka, kızı da. Var. Tartışыңыздар. Şoşar. 3-chi tuğuş ekan. Erkek torpoqu var. Sütni жақсы beradi o'xshaydi. Mana yeyib turadi, sütü og'ib turadi. Erkek torpoqu menен. Var 54 ga. 54 ga bering aka. Var der. Berdi. 54. Ya dostum. Ushpay qo'ydi da. Ushpay qo'ydi ушул. Torpoqda uy. 55 Hayra, dagı ikinci qordar kelip atat. Bul uyga 53 жарым berip atat. 54 bergin. 54 bergin. Ушул uyga. Gel sana ver. Ha. 53 jarım. Işık olma. Ver ha. Ver 54 sıra. Ver beni ver. Ver. 54 ga berbedi ele. Qanchaga? 53 jarım. Balam, bergin 54. Berbegenizge 54 qilda gazan. Ne olasın? Kıyılmasın dedim. Beresmi? Var 54. Verseniz 53 jarım. Az olsanız böyle. Berip ver 54. Gel sana ver. Bul dagı. Pişmadi. 53 жарымга. Hayra surashdi. Berilmey atat. 55 o'xshaydi oyu. Mana usul torpoqda uydun bahaсын surab bilamiz. Torpog'i urg'och ekan. Puli qancha aka puli? Puli 70 kami var. 70 kami var. Qanchanchi tug'ishi? Ikincisi. Ikinchi tug'ish ekan. Mana usul urg'och torpog'i bor ekan. O'ta yaxshi. Qancha baho qilishdi aka? 62 mingga berib 62 ming so'm. O berilmedi usul. Uy.
Urgaç torpog'u menen. Öte жақсы, bozorыңizda bersin aka. Mına usul uydun bahaсын bilemiz. Torpog'u urgaç ekan. Pulu qancha aka puli? 51 ming so'rashdi bozor. 51 ming so'rashdi bozor. O'zingiz qancha degan o'yingiz bor aka? Kichkina qo'shsa sotamiz. Kichkina qo'shsa sotamiz deydi. Qancha chiqdi shu? Qancha chiqdi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi deydi. Al qo'yam aka. Mına usul akaning uyi. Aka bolush qanchaga berasiz ayting. Kichkina qo'shsa berasiz, bir 500 ming qo'shsangizlar beradi ekan. 3-chi tug'ish ekan. Qancha litr sut beradi aka? 8 litr deydi. Uyib qoldi. Iyib qoldi turg'a, u sut og'otadi aka. Emiz qo'yaysizlar bolasini. O'ta yaxshi. Yaxshi sotib oling aka. Kichkina qo'shsin ham odamlar kelib. Mana shu qisir uylardi, bo'z uylardi so'radingizlar ele bu. Qisir uy ekan. Qanchani tug'an aka? 5-6 ni tug'an ha? Qancha so'ratasizlar puli? 45 so'ratasizlar. Qisir uy ekan. 45 mingga 5 ta tug'an deydi. Qanchaga so'rayapti bozor? 38 ha? 38 mingga so'raldi ushul uy. O'ta yaxshi. Yaxshi sotib olingizlar aka. Mana ushul qisir, xunajin, tuyelek ekan hali. Qisir ekan bu yilda. Pul qancha aka puli? 55 ming. Qanchaga so'rashdi bozor? 51 ming so'mga so'radi ushul xunajinda. O'ta yaxshi bor. Mana ushul qisir uy 48 ming so'mga ketdi, naq. Yaxshi sotildi. 48 ming so'mga ketdi. Qanchani tug'anlarga uyingiz? 3 ta tug'an ekan. Qisir ekan. Ul bo'z uy 3 ta tug'an ekan. 53 ming so'mga berilmadi. 53 ming so'mga berilmagan mana shu bo'z uy. O'yingizda qanchaga? 55 ga olaver. 55 ga deydi. 55 ming so'mga olaver deydi. Toza 55 ni sanash kerak ekan. Biz mana shu bultirqi torpoqlarning bahasi menen tanishamiz, erkak torpoqlar. Bultirqi torpoqlar ekan. Puli qancha aka? 55. Qancha so'rayapti? 49.50 so'rayapti. 49.50 so'rayapti. Erkak torpoqlar ekan. 49 so'rayapti deydi. Ekosini. Qanchaga berib aytasiz aka? Bo'lishi. Patolog 50 ga chiqdi. Kichkina qo'shsa berasizlar. Kichkina qoldi. Oz qoldi. Keyingi dog'i ushul. Erkak torpoq 56 ming so'm. So'rayapti. Qancha qilishdi aka? 53 ming so'm qilishdi. Mana ushul erkak torpoqda 53 ga so'rashdi. Mana dog'i ushul. Erkak torpoqda 54 ming so'rayapti. Qanchaga so'rashdi aka? 25 tana 50 ming so'mga so'rashdi direkt o'zini. Berib berdi. Mana 25300, mana 25 ha? 25 ming so'rabdi. O'ta yaxshi aka, yaxshi sotib oling'iz. Bozoringizda bersin. Dog'i bir erkak torpoq 26 ming kami bor deydi. Ikkinchisi bu qorasi 28 ming kami bor. Qanchaga so'rayapti aka? 25 dan so'rayapti ha? 25 dan kichkina oshiryapti deydi. Ozmas qo'shsa beradi ekan. O'ta yaxshi, yaxshi sotib oling aka. Mana shu. Urg'ochi. Xunajin bo'lib qolibdir. 1,5 yashar. Puli qancha aka? Qancha so'rayapsiz? 37 ming so'rayapti ekan. Qanchaga so'rayapti ellar aka? 35 mingga. 35 mingga. Qayoqda yurgan torpoq? Xunajin. Bu sherdan Uchqundala, juda yaxshi. Yaxshi sotib oling aka.
Torpağınız yaxşı ekan. Juda yaxşı. Uşul çıkarılıştın akırında biz sizlerge mına uşul urgaçı torpaqtardın bahaсын bilip beremiz. Pulu qancha gap pulu? Pulu 19'dan. 19.000 so'mdan. 2 urgaçı torpaq 19.000 so'mdan ekan. 38.000 deydi. Qo'lga tiyish qancha? Qo'lga tiyishi 18'dan da. 30'dan qo'yib berasizmi? 18'dan ekan. 30'dan qo'yib berasiz deydi. 18.000 ekan. Juda yaxshi. Uyingga aparib bereyim ben. Mayli. Hadi adres. Bozorыңizda bersin. Balashasiz bega 30'ga berasizmi? Ya bol qilat gap. 32 var 32 şunu. Bol qilat. Juda yaxshi. Yaxshi. Bozor boluda bugun Uchqun mol bozorida sizniki qanchaga torpaqlaringiz? Yo'q, torpaqingiz bahasini aytib qo'ying. 35 deydi. Erkek torpaqlar ekosi 35 ming. O'ta yaxshi. Anda hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, hurmatli mekendeshlar, sizlar pul chiqarilishda naushul torpaqda uylar, jana shundaylar torpaqlar, xunajindar, bo'z uylar, qisir uylarning bolalar menen tanishdingizlar. Andiqdan bizning kanal menen birge bo'lib turingizlar. Biz keyingi chiqarilishlarda sizlar menen qayradan jolug'amiz. Omon turingizlar.